Barchaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ayni damda Chilonzor tumani Erkin YPX maskanida nazorat reydlari olib borish jarayonida orqamizda turgan Mercedes-Benz rusumli Turkiya davlatidan ro'yxatga o'tgan transport vositasini to'xtatdik. Davlat raqami 51 KY259 bo'lgan transport vositasi haydovchisi bizga taqdim qilgan hujjatlarning ichida ruxsatnoma blankasi, ya'ni dozvoli to'ldirilmaganligi ma'lum bo'ldi va ushbu holat yuzasidan Ma'muriy javobgarlik kodeksining 125.2 ikkinchi qismiga asosan haydovchiga nisbatan tegishli tartib bayonnoma rasmiylashtirdik va haydovchiga dozvol qanday to'ldirish kerakligi, O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha tushunchalar va ko'rsatmalar berdik. Hurmatli haydovchilar, xalqaro tashuvlarni amalga oshirishda albatta xalqaro konvensiya talablariga amal qilgan holda, O'zbekiston qonunchiligiga amal qilgan holda tashuvlarni amalga oshirishingizni so'rab qolamiz.